Nodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman oma. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyada? O, televizorga chiqaman. Keling singlim. Yaxshimiz televideniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bola qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda sirasiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog' rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizni ham rasmini chizib berchi? Oziz yopi, ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmoyatlar bizim mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'llar yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Yo, balondan xavotir olmang. Bolalar, opani mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bas shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bitada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uxlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana shu bo'ladi. Bas shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimni talantlari bu bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni. Ona nima gör, televizorim bo'ydami deymi? To'xtachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum rasbo. Opani bosdi. Tahorat olib yotay dedimi? Ha, ona nima gullarni eri xotin ustalami? Aka. Assalomu alaykum raisbo. Sizni o'xshatdim. Aprikohimdan-ya. Senlar darsingda uyqu bormi? Bir dir qilasan, bir devorimni teshasan, bir televizorimni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olasanmi? 100%. 100% bitirib berasan-a? Shtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyam qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasida xonadonlar sotuvi 3-bosqichi davom etyapti. Boshlang'ich 20% ni to'lab, xonadon xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr raisbo. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunday yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Mana yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Bo'pti. Raisbo. Aka, buni lechebniy deyording. Bu davlat aqlli odamni 3 kundan beri o'taman. Onday. Xohlasiz lechebniy dushlarim bor. Qilib beraymi? Ha, menga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu boryapsiz, qaynota. Tez turaveram, sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayabdan jag'i qiyshayib qopti. Yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta he? Kiyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajonlar ham zo'r narsa yeganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qilib bezin saribda, mana qilib 3 marta qaravermasdan.
Yomg'irlar olib ketdi yarimni aytaman kimga dardu zarim. Yomma yo, og'iz ocharga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilar fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmay, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yuramiz konsovga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'madalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Etta bilan turib olib qichqirmang, obadicha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq olsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rningizga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yaqda silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Yes, tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olib borasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroyda. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yubordingiz, xo'roz bola. Jichikka chopib ketdikmi deyman-da. Mana sinnayin qulog'imga teyyapti. Yana keldik. Tush. To'y boshiga qarab chalamiz. Menga qarang, karnesini keldimi? Mana kelishdi ana. Onangni kech qolib ketdik-da. Tez ketdik. Kirvokanni baqachaq qilib, unda xorbelar, kelinglar. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shniga pataxali bo'lib qoluvdi. O'shanga kelinni karnesini olib keta olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar. Rahmat bo'ling. Kerak emas, karnesini kerak emas. X kib chaldiyapti, X kib. Endi nima deyapti? Yacha qib chol deyapti. Senator tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti, qoshdek. Mahallamiz o'ta go'zal, lutf. Judayam. Onangni gir. Uni bizni urgan kuyov bolami? Biz uramiz. Qo'l yog'sini chiqaradi. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni uroding o'rtoqlaring bilan bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Men tanimayapsan. Men mahallani Bratan lo'g'asi bo'lim. Opa, lo'g'a, delayet neplохо. Ashu. O'shanam taniyapsanmi? Marata Mo'ylov. Bir urama, onangni ham gire. Voydot. Mo'yloving teskari qilib qo'yaman. Yo'mga sabata deyapti. Ye. Lutfulla sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Ulug'ayom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashinada yurarkansizlar, balonni lissi ekan. Sizlarga 4 dona barshinalar dab kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Yo'q, bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib, balonlar ham yurib ketvordi, mehmonlar. Mama shukr. Mama shukr. Botir, bormisan? Zo'r ashlamsan-u? Mash tupurib gapirgan chataqda. Siz o'tirib mo'ykaga borib kelamiz. Men senga anjali bola to'yiz. Rahmat, bolalarni xursand qilib qo'yaman. Onangni men o'chib qoldimi? Mayda pulon tugab qopti. Baga sherat bor. Bahrom bilan Baxtiyor. Aytaverdim. Hop, keyin nima bo'pti? Ana. Bog'da bukoni belidan, bo'ynidan, boshdan, burnidan baylab, belidan berib, bo'ktirishdi. Menga emas, balonga qarab gapir. O'zi sen bilanchi bitta samomoy otsak bo'lar ekan. Bo'laveradi. Pajarnida ishlagin sen. Pitbull nima bo'lar ekan endi? Ha, mama shukr. Botir jo'ra qattasan. Lekin shunday eshikni ochib yubor.
2 soat qo'shiq aytibman, yuzimga to'lib ketdi. Bikib qolaman, hozir tez-tezga qo'yag'i. Ashnaqa. Zavtriga bo'ldimi deyman, chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada vaden ham bor, apkez aksiya qilaman. Chaqirasiz, mana chisnoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador, bechara issiqda qiynalib ishlayotibdi. Bu nima qilganinglar? Ha ishlaydi, mayfaytlik taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semechkasi zo'rda. Ta'mi ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonaga tug'ib qo'ymanglar yana. Keliniz g'alati taksi ko'z bo'pti. O'zing ayt. Dada, sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Bosh ko'zimga ko'rinmang. Turga qol bo'lmasa ikkalingni. Jichi qiyshiq olib qoldimmi? Oshimini bermagan uchun mana. Oyi, men uchrashuvga ketdim. Issiqda egar qizib ketibdim, nima balo? Nig'mat aka, yana baloningizni teshib qo'ydingizmi? Ha, teshildi. Lekin barshinalarni olib kelib qo'ydim. Jahon standartlariga javob berar ekan. Yamanlarni ko'rdim demas ekan. Yumshoq o'tib ketar ekan. Zo'r bo'pti-da Nig'mat aka, veligimni tashab ketyapman, uchrashuvga ketyapti ro'dim. Voy. Men esa oddiy bo'laman, ketib do'stlarim sovg'a qildi yangi lisha. Ajoyib lisha, padarik starim. Kampiyonda basman, ertaga yangi mavsum keladi. Olgan Moskvadan boradi, lekin bir muammo tug'iladi, qo'yitadi bilaman. To'xtatib, mana shu egar chiqarib olay. Otdan tushsiz ham egardan tushmas ekansiz, a? Voy, yomg'ir yog'adi, panaga o'taylik. Ko'zim achishyaptimi? Sochingiz yomg'irda ko'pirib ketdi. Gelin tugadi-da, shampun surtdim o'rniga. G'irt qo'yag'i bola ekansiz.